Hayotiy bo'lgan voqealardan xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Yigitda Rossiyada ishlab kelgan, u infeksiya chiqqan. Qiz xuddi shunaqa bir hafta oldin bilishgan, to'y bo'lgan. 3 oydan keyin qiz homilador bo'lib, OITS markaziga murojaat qilgan. Mana shu kasallik aniqlangan. Bir hafta oldin bilingan, to'ydan oldin, lekin Endi bir hafta balki 10 kun oldin to'y bo'lgan, qiz rozilik yozib bergan. To'xtasa bo'lmasmidi? Qiz kelib OITS markaziga, erimda shunaqa kasallikdan xabarim bor, turmushga chiqishga roziman o'z xohishim bilan. Keyin uni so'radik biz o'sha qizdan, shunaqa holat bo'lganda nima sabab desam, to'yni to'xtatishga orqamda singlim bor edi, to'y buzildi degan gap bo'lmasin. Lekin menga deyapti qiz, nima sababdan hozirgi holatga tushishimni o'sha to'ydan oldin tushuntira olmadinglar, tushunib yetmadim. Endi ular ham ota-onasi tushunmagan, siz aytganda ular aldashgan, davosi bor, to'ydan keyin o'tib ketadi. Mana shunaqa narsalar bo'lgan, lekin keyingi pushman o'ziga dushman, hech narsa qila olmaydi. Qaytara olmaydi. Butun umr mana shu kasallik bilan yashashga majbur. Lekin shunaqa holatlar ko'p bo'lib qolyapti. Sababi bizda o'zbekchilikda hamma narsa qilib, med ko'rik, tibbiy ko'rik bir hafta qolganda. Mana kecha kelgan, bir hafta oldin kelgan, yaxshi ham отрицательный chiqdi. Ertaga to'y, zaksdan o'tish kerak, nikoh o'qimayman degan domla spid xulosasi kerak, yugurib bizga kelyapti. Yaxshi ham отрицательный, yaxshi chiqdi. Mayli, shunaqa holatlar yomon chiqqanda nima bo'lardi?